Bugun ko'rib o'tadigan mavzumiz sezgi yo'llari va sezgi sferasiga bag'ishlanadi. Sezgi bizda ikki xil sezgi bor: oddiy sezgi, murakkab sezgi. Oddiy sezgini o'zi ham ikkiga bo'linadi. Nima degani bu desa, faqat bitta sezgi yo'lidan o'tadigan sezgilar bu oddiy sezgilar hisoblanadi. Misol uchun, yuza sezgilar alohida guruh, chuqur sezgilar alohida guruh. Bular ikkalasi ham oddiy sezgi. Endi ikkalasini ham yo'lidan o'tib ketadigan sezgilar bular murakkab sezgi bo'ladi. Ular alohida guruh. O'shaning uchun oddiy murakkab birinchi klassifikatsiya, keyin oddiyda o'zi ham ikkiga bo'lingan. Yuza, chuqur. Hozir ko'rib o'tadiganimiz birinchisi yuza sezgilardan boshlaymiz. 3 ta sezgi bizda yuza sezgi hisoblanadi. Retseptorlari terida eng yuza joylashadi yoki bo'lmasa erkin nerv oxirlari. Birinchisi og'riq, harorat, yuza taktil. Mana shu 3 ta sezgi bizda yuza sezgi hisoblanadi. Yo'llarga keladigan bo'lsak, birinchi neyroni ganglion spinalida joylashgan. Ganglion spinalida joylashgan orqa miya uchun. Nimada yuz qismimiz uchun bizda ganglion trigeminalida joylashgan. Yuza sezgi. Endi birinchi neyronimiz pseudonipolyar impuls oldi, periferik o'sig'i aksonini bitta qayta tashlandi, markaziy o'sig'iga berdi, ikkinchi neyron bilan sinaps hosil qildi. Ikkinchi neyronimiz orqa miya orqa shoxida joylashgan mana. Ikkinchi neyron orqa miya orqa shoxida. Endi ikkinchi neyron bilan sinaps hosil qilgandan keyin ikkinchi neyrondan chiqqan aksonlarimiz orqa miyani o'zida qarama-qarshi tomonga o'tib oladi. Kesishadi. Oldingi kulrang bitishma sohasida qarama-qarshi tomonga o'tib oladi. Endi qarama-qarshi tomonga o'tgandan keyin ikkiga bo'linadi. Juda katta qismi yon tizimcha tarkibida ketgan. Mana yon tizimcha tarkibida juda katta qismi. Bir qismi oldingi tizimcha tarkibiga o'tib qolgan bo'ladi. Mana shu sohada bo'ladi o'zi. Orasida qat'iy chegara yo'q, lekin bir qismi yondan, bir qismi oldindan ketgani uchun alohida nomlangan. Misol uchun, bu lateral deb nomlangan, bu anterior deb nomlangan. Aslida bunaqa tuzilish kelgan mana. Trakt tuzilishi shunaqa mana. Nisbiy chegara yon bilan oldindagi mana shu deb olsak, bu yonga tushib qoladi, bu oldinga tushib qoladi. O'shaning uchun shunaqa. Endi yuqori ko'tarilamiz, boramiz talamusga. Miya ustunini qayerdan o'tadi desa, tegmentumida o'tadi. Tegmentum sohasidan yo'nalib, keyin talamusga. Talamusda ventral posterolateral yadrosiga boradi. Ikkinchi neyron ventral posterolateral yadroni neyronlar bilan sinaps hosil qildi. Undan uchinchi neyron boshlanadi. Uchinchi neyronimiz yuqori ko'tariladi, ichki kapsulaning orqa sonini orqa 3dan bir qismidan o'tib, gyrus postcentralisga boradi. Gyrus postcentralis. Gyrus postcentralisga boradi. Bu ham proyeksion somatosensor markaz, somatotopik joylashuvga ega. Penfieldni somatotopik gomunculus oyoq, tana, qo'l, yuz mana. Oyoq, tana, qo'l, yuz. Shu ketma-ketlikda, ya'ni teskari to'nkarlik odamni eslatadi. Sensor gomunculus. Penfieldni sensor gomunculus. Xuddi motorni nimasini eslatadi. Endi mana yo'llar, 3 neyronli yo'l ekan. Birinchi neyronimiz ganglion spinalida joylashdi. Ikkinchi neyronimiz orqa miya orqa shoxida joylashdi. Uchinchi neyronimiz talamusda joylashdi. 3 neyronli yo'l. Va to'liq proyeksiya qoidasi rol o'ynaydi. Misol uchun mana tanani o'rta chizig'i desak, dekster tomonmi, sinester tomon desak, deksterdan sezilgan impulslar to'liq hammasi chap yarim sharga boradi degan. Sinesterdan sezilgan hammasi o'ng yarim sharga boradi. Ya'ni proyeksiya qoidasi rol o'ynaydi. Mana shu kesishgan joyi qayer deydigan bo'lsak, yuzak sezgida endi orqa miyani o'zida kesishgan. Shuni bilib olishimiz kerak. Endi nomlaymiz traktlarini. Trakt nomlanishi mana A, B desak, to'g'rimi? A ni birinchi aytamiz, keyin B ni qo'shib qo'yamiz bunga. Misol uchun traktus
Shunaqa bo'ladi qoidasi bo'yicha. Endi so'masi joylashgan joyda strukturasiga qarab nomlab ketaveramiz. Misol uchun, birinchi traktimiz so'masi ganglionda joylashdi. O'shaning uchun traktus ganglio qayerda tugadi? Medulla spinalis. O'shaning uchun ganglio spinalis. Вот. Traktus ganglio spinalis. Ikkinchi traktimiz medulla spinalisda boshlandi, talamusda tugadi. O'shaning uchun traktus spino talamicus. Traktus spinotalamicus. Endi bu traktimizni o'zi mana ikkiga ajralib qoluvdi. O'shaning uchun shuni nomlaganimizda ikki xil nomlab ketamiz. Buni aytamiz traktus spinotalamicus lateralis, lateral tizimcha tarkibida ketganini, anterior tizimcha tarkibida ketganini anterior deymiz. Anterior ana. Keyingisi uchinchi neyrondan hosil bo'lgan traktimiz. Xo'p, traktus talamusda boshlandi. Talamu korteksda tugadi. O'shaning uchun talamu kortikalis. Вот. Yo'llarni nomlab bo'ldik. Endi har bittasini bitta nima deydi, qoidalari bilan gaplashsak bo'ladi. Misol uchun, traktus spinotalamicusni traktini ko'radigan bo'lsak, xuddi shu ketma-ketlikda topikasi shu ketma-ketlikda bo'ladi. Ya'ni bitta traktimiz mana deb oladigan bo'lsak, traktdagi tolalar ham ma'lum bir qonuniyat asosida joylashgan bo'ladi. Bu qarama-qarshi tomonga o'tib olgani uchun bitta yuqoridan kelganlari ichki tomoniga qo'shilib ketavergan. O'shaning uchun eng pastdagilar eng tashqarida qoladi. Keyin qo'shilganlari ichkaridan qo'shilavergan. Shuning uchun eng lateral qismida sakral segmentlardan kelgan tolalar, undan bitta ichkarida lyumbaldan kelgan, undan bitta ichkarida toraks, keyin serviksda, eng ichkarida servikaldan kelgan tolalar. Bu nimani bildiradi desak, ichkaridan parajeniya qilib boshlasak, servikal va toraks segmentlarimizdan impuls kelgan tolalar zararlanadi birinchi. Tashqaridan parajeniya qilib boshlasak, naborot sakral va lyumbal segmentlardan kelgan tolalar birinchi zararlanadi. Ekstramedulyar, intramedulyar o'pqillarni aniqlashimiz uchun. Xo'p, endi shu qonuniyatni Auerbach-Flatau degan olim aniqlagan uchun Auerbach-Flatau qonuni ham deyiladi. Endi yana bitta qoidasi, lateral tizimcha tarkibida yo'nalganidan og'riq bilan harorat o'tadi. Og'riq, temp deb qo'yamiz, temperatura lateraldan. Anteriordan o'tganidan yuza taktil o'tadi. Yuza taktil. Вот, anteriordan. Og'riq, temperatura, yuza taktil. Anteriordan yuza taktil, og'riq, temperatura bundan. O'shaning uchun desotsiirlashgan sezgi buzilishlari bo'lganda, shunaqa holatlarda seringomiyeliya, shunaqa kasalliklarda ko'pincha og'riq, temperatura yo'qoladi-da, taktil saqlanib qolishi ham mumkin. Chunki taktil alohida oldindan yo'nalgan, bu ikkalasi yondan yo'nalgan. Agar yonni zararlasak, misol uchun oldi zararlanmay qolsa, taktil saqlanib qolishi mumkin. Xo'p, Penfield gomunculusga borishni aytdik, qayerda kesishini aytdik. Endi tekshirishini ko'ramiz. Har bittasi alohida tekshiriladi. Og'riqni nuqtalar yordamida tekshiramiz. Buni mana 3 tomtoq nina yordamida tekshiramiz. Вот. 3 tomtoq nina yordamida. Endi sezgilar tekshirishni qoidasini birinchi takrorlab o'tishimiz kerak. Ko'zlar yumuq bo'lishi kerak. Xona temperaturamiz normal, o'rta hisobda 20 nari beri harorat. Kuchli shovqin, kuchli yorug'lik va o'ta kuchli hidlar bo'lmasligi kerak. Tinch xonada tekshiramiz va bemorni ustida terisidan boshqa bir kiyimlari bo'lsa, ma'lum bir sohalarni ochib qo'yishimizga to'g'ri keladi, tekshiriladigan sohalarni. O'shanga e'tibor beramiz. Endi tekshirganimizda sezgilar ko'zi yumuq holatda simmetrik tekshirib boshlaymiz. Misol uchun, o'ng tomon bilan chap tomonni solishtirib tekshirib ketaveramiz. Bu birinchi qoida. Simmetrik tekshirganimiz achayni qaysi tomondaligini topib olish uchun. Keyingi qoida proksimaldan distalga qarab. Proksimaldan distalga qarab tekshirganimiz bu achayni qaysi darajadaligini bilishimiz uchun. Misol uchun, u bosh miya po'stlog'idami yoki bo'lmasa talamusdami
miya ustunidami, orqa miyadami yoki periferik nervni o'zidami? Shuni bilishimiz uchun proksimaldan distalga qarab etap-etap ketaveramiz. Og'riq xullas 3 to'mtoqning yordamida tekshiramiz. Haroratni ikkita probirka olamiz. Ikkita probirkaga suv solamiz. Eng past harorat 20, eng yuqori harorat 50 bo'lishi kerak. Shuni orasidagi intervalda tekshiramiz. Misol uchun past haroratini 25 olsak, yuqori haroratini 45 olishimiz kerak. Chunki minimal hisobda 20 gradus farq qilish kerak suv orasidagi farqi. Misol uchun 20 gradusda tekizsak, u muzday deb aytadi. 45 gradusda tekizsak, u iliq deb aytadi. Xuddi shunaqa. 20 dan pasayib ketsa, u muzday narsa diskomfort chaqirib qo'yadi terimizga. 50 dan ko'tarilib ketadigan bo'lsa, unda kuydirib qo'yishimiz mumkin. Termik jihatdan jarohat berib qo'yamiz. O'shaning uchun shu interval olingan, o'rta mo'tadil bo'lgani uchun. Endi 3-chi tekshiruvimiz yuza taktil. Yuza taktil ham mana cho'tkachamiz yordamida tekshiramiz. Vot. Yoki bo'lmasa vot. Mana ko'zimiz yumuq holatda shu nima shunaqa qilib tekshiramiz. Shuni sezib berish kerak. Yuza taktil sezgi shu. Yuza taktil sezgi shu. Endi uchalasini tekshirishni ham bildik. Endi gapiradiganimiz yuza sezgini yo'qolishi bo'lsa anesteziya bo'ladi. Anesteziya. Yuza sezgini yo'qolish. Pasayishi bo'lsa gipesteziya. Kuchayishi bo'lsa giperesteziya bo'ladi. Endi har bitta sezgini alohida yo'qolishi yoki pasayishi ham bor. Misol uchun og'riq sezgisini yo'qolishi bo'lsa bizda analgeziya bo'ladi. Narkotik analgetik, non-narkotik analgetik deb o'rgangansizlar. Ya'ni analgeziya og'riqsizlantirish, og'riqni yo'qolishi. Vot. Endi og'riq paydo bo'lishi desak, algiya bo'ladi. Algos og'riq degani. Chunki misol uchun nevralgiya. 3 shoxli nerv nevralgiyasi misol uchun. Vot. Yoki bo'lmasa gemialgiya, tananing yarmida og'riq bo'lishi. Keyingisi haroratga tegishli bo'lgan. Misol uchun termoanesteziya. Ya'ni temperatura sezgisini yo'qolishi. Xo'p, xuddi shunaqa kichik belgilarga ko'ra mahv ketishimiz ham mumkin. Bo'ldi, shu bizda hozircha yuzak sezgiga tegishli bo'lgan nima? Endi ko'rib o'tadiganimiz chuqur sezgi yo'llari. Chuqur sezgi ham 3 neyronli yo'l. Nimalar kiradi? Shuni ko'rib o'tishimiz kerak. Birinchisi yuza taktil bor edi bizda, endi chuqur taktil, chuqur sezgi. Keyingisi bosim, chuqur sezgi, kinesteziya, vibratsiya va proprioretseptiv sezgilar chuqur sezgi. Shu sezgilarimiz bizda chuqur sezgi hisoblanadi. Yo'liga keladigan bo'lsak, buni retseptorlari birinchidan terida chuqur joylashadi. Misol uchun Pater-Pacini, misol uchun Merkel disklari xullas. Bir, ikkinchidan mana proprioretseptiv sezgilarimiz muskul pay bo'g'imlarda joylashadi. O'shaning uchun juda ham chuqur. Endi birinchi neyron o'zgarmadi. Bizda ganglion spinalida joylashdi. Ganglion spinalida. Ikkinchi neyronimiz ganglion spinalining markaziy o'sig'i orqa miya orqa ildizchadan kirgandan keyin orqa shoxga kirmasdan turib orqa tizimchaga yo'naladi. To'g'ridan-to'g'ri mana orqa tizimchani bitta tomonini chizmasini ko'radigan bo'lsak, shunaqa shakllanadi. Fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus. Shu orqa tizimcha tarkibida funiculus posterior tarkibida ikkita fasciculus hosil qilib yuqoriga yo'nalgan. O'sha tomonda o'zida. Qaram-qarshi tomonga o'tmadi hali. Yuqoriga yo'naladida uzunchoq miyasi sohasiga boradi. Uzunchoq miyaning orqa yuzasida tepachalarimiz bor. Tuberculum gracile, tuberculum cuneatus. Xuddi mana uni tuberculum varianti endi. Endi avtorskiy olganimizda mana gol mana burada hidi. Gol bu burada hidi. Endi xuddi mana tuberkulumlar asosida nukleus joylashadi, neyronlar to'plami. O'shaning uchun tuberkulum hosil bo'lgan bu yerda. Bu nukleuslar nomlaymiz endi. Nucleus gracilis medial tomondagisi, nucleus cuneatus lateralidagi.
Buni yadrosini nomi ham gol yadrosi, laterali burdoq yadrosi. Xullas, shu sohadagi yadroda ikkinchi tartib neyron joylashgan. Mana ikkinchi tartib neyron. E'tibor berishimiz kerak bo'lgani. Mana tanamiz bo'lsa, o'rta chiziq bo'lsa, tanani. O'ng chap tomon desak, misol uchun Dexter, Sinister desak, hali ikkinchi neyrongacha kesishmadi. O'ng tomondan kelgan impuls o'sha tomonda o'zida hali. Mana ikkinchi neyron. Vot. Bu yoqdan keldi, hali o'sha tomonda o'zida. Keyin ikkinchi neyrondan chiqqandan keyin kesishadi. İkinci neyrondan chiqqan aksonlar kesishadi. Dekussatsiyo lemnisko'rimni hosilllari. Lemniskus kesishmas, qovuzloq kesishmas. Keyin o'sha miosturni tegmentum qismidan yuqoriga ko'tariladi-da, talamusga boradi. Shu kesishgandan keyingi tolalar lemniskus medialis deb nomlanadi. Lemniskus medialis. Talamusga bordi. Talamusda 3-tartib neyron joylashadi. Ventral, posterolateral, buni bilamiz. 3-tartib neyrondan chiqqan aksonlarimiz ichki kapsulan orqa sonini orqa 3dan 1 qismidan yuqoriga yo'nalib, gyrus postcentralis sohasiga boradi. Qisman lobulus parietalis superior inferior sohalariga ham o'tishi ham mumkin. Vot. Endi 3 neyronli yo'l ekan. Endi alohida nomlab chiqamiz yo'llarni. O'sha qoida. Tractus ganglio, buni eng klassik nomi bulbus cerebri. Uzuncha miyani eng klassik nomi teskari to'nkarilgan piyozni eslatgan uchun bulbus deb nomlangan. O'sha nomni nomlab ketaveramiz. Tractus ganglio bulbaris. Birinchi traktimiz. Tractus ganglio bulbar. Tractus ganglio bulbaris. Ikkinchi traktimiz. Bulbusdan boshlandi, talamusda tugadi. O'shaning uchun tractus bulbo talamicus. Vot, talamusda tugadi. O'shaning uchun tractus bulbo talamicus. Uchinchi traktimiz o'sha trakt, tractus talamocorticalis. Talamusda boshlandi, korteksda tugadi. Vot, e'tibor berishimiz kerak bo'lgani. Yuzak sezgimizda qarama-qarshi tomonga o'tgan, ya'ni kesishgan joyi orqa miyani o'zida edi. Chuqur sezgida kesishgan joyi uzunchoq miya sohasida. Orqa miyada kesishmaydi. O'shaning uchun e'tibor beramiz. Orqa miyani zararlaydigan bo'lsak, qaysidir tomonni, misol uchun, sinister tomonni zararlasak, o'tkazuvchi tipdagi narusheniya bo'lganda, tanani qarama-qarshi tomonidagi yuza sezgi buziladi. Chunki bu yoqdan kelayotgan impulslarni olib ketyapti bu. Sinisterdagi, Dexterda impulsini olib ketyapti. Endi buni zararlaydigan bo'lsak, misol uchun o'ng yarmini zararlasak, Dexter yarmini, o'sha tomondan kelayotgan tolalar bo'lgani uchun o'zi tomon, ya'ni o'choq tomonda chuqur sezgilar buzilgan bo'ladi. Shunga e'tibor berishimiz kerak. Chuqur sezgi ikkinchi neyrondan chiqqan tolalar kesishgani uchun, uzunchoq miya sohasidan kesishgani uchun shu farqi bor. Nima bilan? Yuzaki sezgimiz bilan. Endi tekshiramiz buni. Qanaqa tekshiramiz? Birinchisi chuqur taktilda, yuza taktilda bu bilan tekshiruvdik. Endi chuqur taktilda shuni bosib o'zimiz tekshirsak bo'laveradi. Vot, chuqur taktil. Qoidalarimiz o'sha. Ko'zi yumuq, simmetrik, proksimaldan distalga degan qoidalarimiz o'sha. Keyingisi bosim. Bitta nuqtaga mana bosib turishimiz shu bosim shu. Vot. Retseptori Fater Pacini. Vot, bosib turishimiz. Shuni sezish kerak bosimni. Keyingisi, endi og'irlik degan tekshiruvimiz ham bor. Bu ham retseptori bosim bilan bir xil. O'shaning uchun nima emas, alohida narsa emas. Og'irlik sezadigan retseptor spesifik yo'q. Bosim sezadigan retseptor shu og'irlikni ham aniqlab beradi bizga. Keyingisi kinesteziya. Kinesteziya degani mana terimiz bo'lsa burma hosil qilib olamiz. Vot. Burma. Keyin harakatlantiramiz. Misol uchun, harakatlantirganda patsient aytadi, pastga harakatlantirding. Bu yoqqa bo'lsa chapga, bu yoqqa bo'lsa o'ngga, tepaga burading, shunaqa. Burma hosil qilib turib, harakatlantirib shuni aytamiz.
Kinetik harakat esteziyo sezaman degani. Bu degani teridagi harakatlarni sezaman degani. Вот. Keyingisi vibratsiya. Vibratsiyani kamerton yordamida tekshiramiz. Periost yaqin joylarga mana tekkizamiz. Suyak o'siqlariga deb o'rganganmiz. Вот. Mana. Вот. Misol uchun. yoki bo'lmasa oyog'imizdagi to'piqlarimiz, tizza qopqoqlarimiz hammasi, xullas, muskul bilan o'ralmagan soha bo'lsa bo'ldi, periost. O'sha yerga tekkizib tekshiramiz. Kamertonni bitta vibratsiya hosil qilib, pastki qismini tekkizamiz, shuni sezib berish kerak. Keyingisi proprioseptiv sezgi. Proprioseptiv sezgi muskul bo'g'im paylardan dedik. O'shaning uchun bunga ikkita misol keltirsak yetadi. Birinchisi, passiv harakat vaqtidagi sezgi. Misol uchun, passiv harakat biz bemorda bajargan harakatimiz edi. Bemor ko'zi yumuq bo'ladi, qo'lini shu holatda ushlab turasizlarda, qaysi barmog'ingizni qayerga harakatlantirdim deb so'raysizlar. Ko'zi yumuq. O'sha qoidalarimiz o'sha. Вот. Yoki bo'lmasa qaysi barmog'ni qayerga harakatlantirdim deysizlar. Sog'lom bo'lsa, ko'rsatkich barmog'imni pastga harakatlantirding deydi. Agar kasal bo'ladigan bo'lsa, ayta olmaydi. yoki bo'lmasa adashtirib aytib qo'yadi. Misol uchun, вот, buni pastga qilsalaring, adashtirib aytish mumkin. Misol uchun ko'rsatish barmog'imni yuqoriga qilding deb, yoki umuman ayta olmasligi ham mumkin. Bu birinchi misol proprioseptiv. Ikkinchi misol fazodagi holati. Bu nima degani desa, misol uchun bemorga mana qo'ling oldinga cho'z deb bittasini oldinga cho'zib qo'yasizlarda, ko'zi yumuq turibdi, shu holatda ushlab tur deysizlar. Keyin savol berasizlar, ikkinchi qo'lingni ham xuddi shu holatda olib kelib ber. Agar bemor sog'lom bo'lsa, ikkinchi qo'lini ham shu holatga olib kelib beradi, teng qilib. Barobar qilib ikkalasini. Agar kasal bo'ladigan bo'lsa, bunda proprioseptiv sezgi buzilgan bo'lsa yoki bunda buzilgan bo'lsa, shu holatga olib kelib bera olmaydi. Ya'ni bunaqa bo'lib qolishi mumkin misol. Вот. Shu holatga olib kelib bera olmaydi bu. Bu ikkinchisi proprioseptivga misoldi, ya'ni passiv harakat vaqtidagi va fazoviy holat. Bular chuqur sezgilar edi. Keyingisi murakkab sezgilar. Chuqur sezgi yo'lidan ham o'taveradi, yuzak sezgi yo'limizdan ham o'taveradi. O'shaning uchun murakkab sezgilar o'z nomi bilan murakkab. Ularga nimalar kiradi? Birinchisi stereognoz. Birinchi murakkab sezgimizga stereognoz. Gnoz. Stereo fazoviy shakl, gnozis bilish. Ya'ni paypaslab nimaligini aniqlash. Ko'zi yumuq turibdi, o'sha qoidalar. Misol uchun qo'liga o'ziga tanish bo'lgan predmetlarni berasizlar. Paypaslikda nimaligini aytib beradi. Agar notanish narsa berib qo'ygan taqdirlaringda ham hech bo'lmaganda shakli bilan konsistensiyasini aytib berish kerak sog'lom odam. Chunki notanish narsani nomini ayta olmaydi. Majburlasalaring. Keyingisi diskriminatsiya. Diskriminatsiya bu nima degani desa, bir vaqtning o'zida teriga tekkizilgan ikkita nuqtani farqlab berish kerak. Weber sirkuli yordamida tekshiriladi. Weber sirkuli. Masofali bo'ladi, orasida ikkita nuqta tekkizadigan joyi bo'ladi, igolkasi. Вот, misol uchun mana shundan ikkita bir vaqtning o'zida tekkizamiz teriga. Katta masofadan kichiklashib ketaveramiz. Misol uchun birinchi 10 sm diametr bilan tekkizsak, keyin 8, keyin 6, keyin 4, keyin 2 misol uchun. Keyin shu 1 shunaqa qilib ketaveramiz. Qachon bitta sezdim desa, bo'ldi, o'sha sohani to'xtatib masofasini o'lchaymiz, sog'lommi, kasalmi bilib olamiz. Terini retseptorlari ko'p kamligiga qarab, joyiga qarab har xil masofada chiqadi. Misol uchun panjamizda 0,5 sm atrofida farqlay olsa, tanani orqa qorin qismlarida где-то 2-3 sm-lardan farqlaydi. 2-3 agar panjada bo'lsa, u patologiya ish. Xuddi shunaqa. Keyingisi lokalizatsiya. Lokalizatsiya shunaqa sezgiki, men bemorga ko'zi yumuq, o'sha qoidalar bitta mana tekkizaman tanasi ma'lum bir joyiga. Bemor o'sha tekkizilgan nuqtamni aniq topib berish kerak. Qaysi nuqtaga mana tekkizganimni aniq topib beradi sog'lom odam. Agar kasal bo'ladigan bo'lsa, mana shu sohaga tekkizgan bo'lsam, bu yoqni ko'rsatadi. Bu ham retseptor ko'p kamligiga qarab,
aniqlik koeffitsiyenti farq qiladi. Misol uchun mana bu sohalarga teginsam, to'shni topish koeffitsiyenti yuqoriroq. Va agar retsepti kam sohalarga tekizadigan bo'lsam, to'shni topish koeffitsiyenti kamayib boraveradi. Bu lokalizatsiya. Keyingisi tanaga chizilgan figuralarni aniqlash. Tanaga chizilgan figuralarni aniqlash. Figura. Buni ham ikki xil metodi bor. Ikki xil metodi bor. Birinchisi bevosita bemorni bir doskani yoki bo'lmasa qog'ozni nima qilib, bemorni qo'liga marker beramizda, tanasiga o'zimiz marker bilan ma'lum bir shakllarni chizamiz, orqamizdan qaytarib ketaveradi bemor. Misol uchun tanasiga 3 chizadigan bo'lsak, orqamizdan shu ketma-ketlikda qaytarib ketaveradi bemor. Yoki bo'lmasa tanasiga bir chiziq chizadigan bo'lsak, mana shunday qilib ketaveradi uzmasdan. Biz chizib ketaveramiz, orqamizdan chizib ketaveradi. Bu birinchi metod. Ikkinchi metod o'zimizni igolkamiz bilan qilamiz. Misol uchun birinchi ko'z yumuq o'sha qoidalarimiz o'sha qoida. Mana x, mana 0 deb tushuntirib olamiz birinchi. Keyin o'shani chizamiz, u aytib ketaveradi orqasidan. Misol uchun bunday chizganimizda u aytadi x sog'lom bo'lsa. Yig'ganimizda 0, mana uni plus deydi. Misol uchun mana bir tayoqcha deydi misol. Agar shu tanaga chizilgan figuralarni aniqlash qobiliyati buzilgan bo'lsa, bunaqa qilsak, misol uchun ayta olmaydi. Nima chizganimizni sezmayapman deydi. Bunaqa qilsak ayta olmaydi. Xo'p, endi buzilishlarga keladigan bo'lsak, chuqur sezgini yo'q nimasini aytmabmiz, parajinalarini, zararlanishlar. Chuqur sezgini yo'qolishi sensitiv ataksiya bo'ladi. Sensitiv ataksiya. Ya'ni sezgi ataksiyasi, sensitiv ataksiya bo'ladi. Propriotseptiv sezgini qabul qilmagandan keyin muskul holatdagi informatsiya nimaga yetib bormaydi markazga. O'shaning uchun ataksiya holati kelib chiqadi. Endi murakkab sezgilarni har bittasiniga alohida, misol uchun stereognoz sezgisi buziladigan bo'lsa, yo'qolsa, misol uchun bizda A stereognoziya bo'ladi. O'sha fazoviy shaklli bo'lgan predmetlarni qanaqa shakldaligini, qanaqa konsistensiyadaligini aytib bera olmaydi. Xuddi shunaqa har bittasini alohida nimasi bor. Bular sezgi yo'llari va ularni tekshirish usullari edi. Endi sezgini patologiyasini gaplashamiz, ya'ni sezgi buzilishlari.